Assalomu alaykum qadrli kanal a'zolari va kanal mehmonlari. Mana bugun sanamiz 2025-yil 17-mart. Ozgina joyimiz qoldi. Ochiq maydonga ekilgan koreyskiy solxyan qulupnay ko'chatlarimiz, meylarimiz hozir qaynov ko'rinib qoldi. Qaynovda ko'ring. Koreyskiy solxyan qaynovi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ta. Bu yana bir deganda 17 ta gul chiqadi degani. 17 ta gul 100 gram demang, 60 gram deng. 60 gram degan taqdirda ham 1 kilo bo'ladi. Bitta tarafda 1 kilo hosil beradi. Ochiq maydonda koreyskiy eksperiment hisobida ekilyapti. Ekilgan o'sha natijalar mana. Qaynovi, mana guli. Koreyskiy solxyan qulupnaylari. Eski baglarni hammasini ochib tashlaymiz, yig'tiramiz. Ochiq dalada qolgan solxyan qulupnay ko'chatlari bilan va sotuvda. Inshaalloh bir haftalarda bilan hammasi tayyor bo'ladi qaytadan sotuvga. Shunda bir jami 15 mingtacha ko'chatimiz sotuvga tayyor bo'ladi. Hop, tomon o'sha koreyskiy solxyan. Bunisi italyanskiy Clary. O'zimiz ekamiz. Kattaroq maydonga chiqish niyatimiz bor. 1 gektar atrofida. Inshaalloh o'sha yerga ekamiz. Hozir bu Koreya ko'chatimiz va mana bu yerdagi o'tgan yili mana shu Clary'ni mana shulardan olganmiz ko'chatni. Bular ona ko'chatlar. Videoga e'tibor ko'rgan bo'lsalaring, videolarda ko'rsatilgan hovlida stashkani ustida mana bunaqangi shotalarni ustiga qo'yib betondan ko'tarib qo'yib tagini olingan ko'chatlar o'rnashiladi. Bular shu ona ko'chatlari. Endi bularni mana bu yerga ekamiz. Ekib tozalab ekib katta maydonga ko'chat tayyorlaymiz. Hop, bu umumiy ma'lumot. Biz asosiy ma'lumotimiz mana bu yerda koreyskiy ochiq maydonga bo'ladimi, yo'qmi degan savolga bu yil javob topamiz inshaalloh. Adamlardan eshitganimiz bo'yicha har doim o'sha ma'lumotni o'zimiz ham berardik. Koreyskiy ochiq maydonga bo'lmaydi degan ma'lumotni. Bu yil aniq o'zimiz tajriba asosida ko'ramiz. Ochiq maydonga bo'ladimi yoki yo'qmi? Yaxshi bo'lsa bitta suvni beramiz inshaalloh. Tagiga salfan tashlab, anfos tashlab, suvni qo'yamiz. Suv hech qanday ozuqa suv ichmaydi, faqat oddiy suv ichadi. Oddiy suv kanalga ulanadi, bo'ldi. Oddiy suv ichadi. Barcha ozuqa yerda o'zidan ozuqasidan foydalanamiz. Anfos tashlashimiz mumkin, gidrokomplekt tashlashimiz mumkin, ozgina machakani tashlashimiz mumkin. Bor yo'q shu. Oddiy shilangni mana yo'laymiz mana. Shunga oddiy shilangni ulaymiz. Yo'q. Chiqqan mahallaga chiqqan kranni tashlama joyi bor. Yani tashlama joyi ochib turadi, suv qaytib ketmasligi uchun o'shanga ulab qo'yamiz. Shunda 2 soat 3 soatda bu yer rost bilan to'yadi. Shunaqangi suv ichadi xolos bu joyimiz. Mana holati inshaalloh
Bizni kuzatishda davom eting. Qo'ldan kelgancha iloji boricha aniqroq, mukammalroq ma'lumot berib borishga harakat qilamiz.